Hamma salom YouTube ahli, sizlar bilan men Elder. Bugun biz Standoff 2 o'yinida yangi qo'shilgan event rejimi The Hunt'ni o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Xullas do'stlar, The Hunt rejimini tushunmayotganlar uchun ozgina tushuntirib o'taman. Короче, bunda bitta ovchi ayol bo'ladi, Roza ismli. U 5 tagachami, 6 gachami, 6 tagachami odamni quvlaydi, ularni ketiga yo'l qo'ymaydi. Masalan, men orqamdan quvlaydigan bashi mana o'zi. Biz 6 ta mana bunday generatorlarni tuzatishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana bu yoqda yuribdi ekan. Sorry. Hop, qochishimiz kerak bo'ladi hozir bundan. Hop, zo'r hayajonlanib ketdim. Mana bunaqa narsa konteynerlarda qurollar bo'ladi. Opa sal miyasi bilan urishib qo'ygan ekan. Meni o'ldira olmadi. Voy, hazillashdim. Qoching, brat, qoching. Aytgancha opani qobiliyatlari odamlarni sekinlashtira olish bitta sehri bilan, mana bunaqa teleportlar bilan teleport qila olish va o'zingiz tepada ko'rgan bunaqa mana generatorlarni bo'lish qobiliyatlariga ega. Odamlarda qobiliyat yo'q. Lekin anavi konteynerlarda qurollar olsa bo'ladi. Bitta dim bilan. Va mana bunaqa anaqa o'tlarni yashinsa bo'ladi. Va generatorlar tuzatayotgan davomida bu yoqdan mana bunaqa yumaloq narsa chiqib qoladi. Agar uni xato qilib yuborsangiz, joyingiz 20 dan pastlaydi. 20 dan pastlab ketaversa, o'lasiz. Shuning uchun to'g'rilashga qattiq harakat qiling, qochishga ham harakat qiling. Bizning jonimiz 100 bo'ladi. Ana opaning joni 2000 bo'ladi. Shuning uchun kattaroq miltiq bersa yaxshi bo'lardi. Xo'p, mana berdi. Kattaroq emas, normalniy miltiq berdi. Opani qidirib ketamiz. Даже o'ldira olmasak ham. Jonini kamaytirib qo'yamiz. Opa qayda ekan? Dan to'g'rilasak dan yonaydi. Hammaning chiqolmay qoldi. Xuddi shunaqa vaqt ham bo'ladi bu yumaloq narsani. Qayerga chiqolishim kerak edi. Chiqolmayapti. Hop, opa yaqinda yuribdi, yuribdi ketib qoldi. Undan ketsam bo'ldi. Hop. Hammasi menimcha opadan qochib kelyapti. Generatorlar tuzatib bo'lgandan keyin mana bunaqa darvoza bo'ladi. Darvozalarni qochib ketishga kerak bo'ladi. Undan ham qanchadir vaqt ichida qochib ketish kerak. O'yinda bo'ladigan vaqt 5 minut. Hop, bundan qanchadir vaqtda tuzatadi. Darvozalarni ham. Opa keling endi. Mana keling. Qoching, brat. Sizni o'ldirdim. Endi men amallab qochsa bo'ldi. Qochib oldim. Bitta qoldi. Mana ekan. Brat, короче, xola yonimizda yuribdi. Qochavering, brat. Maslahatim qoching. Voy, sakramay qoldi. Hop, okey. Opa, qaydasiz? Mana qol. To'g'ri. Kuchlar teng bo'lsin. Sakramayapti. Hoy. O'tmaynami? Yo'qamiz. Hop, darvozalar ochildi, uni keragi yo'q endi chiqishimda. bilan bir darvoza bo'ladi, har doimgidek. Hop, opa kelib qoldi. Opa, yaxshimisiz? Voy, meni o'ldirdi. Opa ani egallab oldi. Ani ham buzdi. Endi Bga harakat qilyapti, menimcha. Yoki ada turadi. Hop, bizda yetarlicha vaqt bor agar ulgursak.
Ana tuzatishimiz kerak. Ana, ondan beri shu portaldan paydo bo'lib qolsa bo'ldi. Bu ko'rib turganlaringizda yangi karta, hop bratan, qoching bratan, hop siz o'lib ketishingiz mumkin, aytdim o'lib ketishingiz mumkin deb. O'ldim, qoching bratan. Orqamda ham qo'lyapti. Undan ketib qoldim. Mana to'g'rilashimiz kerak. Qochishga iloji boricha harakat qilishimiz kerak. Mana bu yerga otib qo'yishim kerak. Yoshi ko'rmaydi. Buni faqat biz mashaqqatlashimiz kerak. Bu yoqdan kelib qolsa o'zi bilinadi. Bildirmasdan kelyapti-da, opam endi. Qandaydir ovozlar bilan kelardi oldin. Hozir ovozi kelmayapti, masalan. Hop. Davay, tuzal endi. 23 sekund qoldi. Iltimos, tezroq tuzal. Biz ham chiqib ketishimiz kerak bu yerdan. Boshimmi meni 20 da? Da. Voy, mana brat chiqib ketdi-yu. Mag'lubiyat. Brati, mag'lubiyat. Mana brat chiqib ketibdi, nima qilamiz endi? Mag'lubiyat. Brat chiqib ketmaganda u biz yo polni chiqib ketganda ham mayli edi. Hop, yaxshi, eng ko'p balni oldim. Battle pass ko'tarilmadi. Multiplayer o'ldirishim kerak ekan. No, levelim oshdi. Yaxshi. O, rahmat Deagle Hunter. Do'stlar, meni o'yindan o't yubordi noma'lum sabablarga ko'ra. Menimcha bunga yetarli deb o'ylayman. Menga kanalimga obuna bo'linglar. Qancha ko'p obunachi kelsa, men shuncha ko'p videolar joylayman. Hop, like-ni ham bosib qo'yinglar va kommentariyada qanaqa o'ynashimni ham yozib qo'yinglar. No, men hozir birinchi videoligim uchun ozgina tutilyapman. Uzr so'rayman bundan. U qolgan videolarda tutilmaslikka va shundaqa ozgina muammolardan xalos bo'lamiz. Bundan xavotir olmasanglar ham bo'laveradi. No, mayli, sog' bo'linglar. Xayr, sizlar bilan Elder bo'ldi.